Qirariq mahallasidagi eng qimmat mahallasidan bitta uyni ko'rsatamiz sizlarga hozir obzorini qilib. 2 sotixga 4 xona uy, 2 ta sanuzor qurilgan. Bu uyni yoqqan joyi menga. Kirasiz yashaysiz. Remont hammasi tayyor. Pishgan qishdan qurilgan. Uy egasi o'zi uchun qurgan. Yaxshi mahsulot, hammasi sifatli narsadan qurgan. Просто o'zlari chet elga ketganligi uchun bu yerda qoldilar menimcha, shuncha sotyaptilar bu yerda. Kirib ko'ramiz ichkarini. Qo'limizda kuxnya. Bu yerda mehmonxona. Xohlasang detskiy qilsa bo'ladi yoki ofis qilsa ham bo'ladi, bu yerda namozxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda hol. Bu tarafda ota-onalar yotoqxonasi, o'zini ichida sanuzori bor. To'rtinchi xonamiz ham sal kattaroq, bu xonadan ko'ra. Bu yerda ham detskiy qilsa bo'ladi. Uyda har bitta xonada oynasi bor ekan. Ham. Bu yerda отдельная zonasi ham bor. Xonadan chiqqaningizdan keyin sразу sanuzor. Qavatda podval qilingan. Shu mehmonxonani xuddi o'zi pastda, polностью. Bu yerda kladovka qilib qo'yib, u qishki bonka-bonkalar qo'ygan joy qo'yilgan.